YouTube ga joylayotgan videolaringiz kam prosmotr olayotgan bo'lsa yoki umuman prosmotr olmayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu siz videoni YouTube ga noto'g'ri joylayotganingizdan bo'ladi. Hozir men sizlarga Android telefon orqali qanday qilib YouTube ga professional video joylashni o'rgatib qo'yaman. Videoni shunchaki oxirigacha tomosha qiling va sizda ham prosmotrlar ko'payishni boshlaydi. Demak do'stlar, birinchi YouTube dasturiga kirib olamiz. Mana kirdik, o'zimizning kanalimizni tanlaymiz va pastdan plus knopkasiga bosamiz. Bu yerdan do'stlar o'zimiz yuklamoqchi bo'lgan videomizni tanlaymiz. Masalan, men ushbu videoni tanlayman. Pastdan do'stlar keyingisini bosamiz. Xo'p, mana YouTube ga уже yuklash jarayoniga keldik. Bu yerdan birinchi o'rinda uploadga qo'yib olamiz, ya'ni videomizni ustiga rasm. Buning uchun do'stlar, mana tepada qalamcha belgisi bor. O'sha qalamcha belgisiga bosamiz va galereyamizdan yuklamoqchi bo'lgan uploadkamizni tanlab tepadan tayyor knopkasiga bosamiz. Mana uploadga qo'yildi. Endi esa videoga nom qo'yishimiz kerak. Agarda hali YouTube dan daromad qilmagan bo'lsangiz, buni vaqti yetib keldi. Men o'zimning Amerikan YouTube orqali pul ishlash bo'yicha ilk kursimni tayyorladim. Ushbu kursda siz mening 5 yillik tajribamni 2 oy davomida o'rganib, shu vaqt davomida amalda qo'llab daromad qilishingiz mumkin. Kursdagi barcha videolar telefon uchun mo'ljallangan va sizga hech qanday kompyuter kerak bo'lmaydi. YouTube orqali siz ham oyiga bir necha ming dollar daromad qilishni xohlasangiz, hoziroq ushbu Telegram manzilimizga kurs so'zini yozib qoldiring. Xo'p do'stlar, nomni videomizni mavzusidan, yo'nalishdan kelib chiqib qo'yishimiz kerak. Masalan, men Angela yo'nalishidagi video joylayapman. Shuning uchun shunga mos mana nom qo'yaman. Ko'pchilik odamlar do'stlar mana shu nomda hashtaglarni ishlatadi, ya'ni 3 ta 4 talab hashtag yozib tashlaydi. Yo'q do'stlar, nomga hashtag yozish kerak emas. Hashtagni faqat описаниеga yozamiz. Bu yerga shunchaki nomni yozsak bo'ldi. Endi esa do'stlar, videoga описание, ya'ni tavsif yozishimiz kerak. Buning uchun ushbu joyga kiramiz va bu yerga birinchi o'rinda do'stlar videomizni nomini takroran yozamiz, chunki bu qidiruvda tezroq chiqishiga yordam beradi. Xo'p, undan so'ng do'stlar bizga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPT ga kiramiz do'stlar va bu yerga videomizni nomini yozamiz. Mana videomiz nomini yozdim va pastga tushib, ushbu videom uchun YouTube ga описание yozib ber deb yozamiz va ChatGPT ni o'zi bizga описаниеni zo'r qilib yozib beradi. Buni do'stlar shunchaki ko'chirib olamiz va YouTube ga qaytamiz. Описаниеga ushbu videomizni nomini yozgandan keyin pastga tushib, o'sha ChatGPT yozib bergan tayyor описаниеni qo'shamiz do'stlar va ortga qaytamiz. Endi esa do'stlar biz playlistga qo'shishimiz kerak. Buning uchun playlistlarga kiritishni bosamiz va bu yerdan kerakli bo'lgan o'zimizni playlistlarimizni tanlaymiz. Masalan, men ikkitasini tanladim. Undan so'ng esa do'stlar biz videoga taglar yozishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu joyga kiramiz. Tag yozishda esa o'zimiz do'stlar bir nechta mana shu yo'nalishimizdan kelib chiqib taglarni yozsak yetarli bo'ladi. Mana masalan 5-6 ta tag yozdim do'stlar. Bundan so'ng biz ortga qaytamiz. Endi esa do'stlar biz ushbu ochiqligi degan joyga kiramiz. Ya'ni videoni endi biz YouTube kanaliga chiqarishimiz kerak. Bizda har xil variantlar bor. Ya'ni do'stlar, agar biz birinchisi hammaga ochiqni belgilaydigan bo'lsak, videomiz hozirni o'zida YouTube ga chiqadi. Agarda biz hozirni o'zida chiqib hamda birdaniga premyera bo'lishini xohlasak, pastdagi ushbu joyga galchkani bosib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam do'stlar, videoni kelajakka yuklash uchun qoldiradigan bo'lsak, buning uchun pastdan jadvalni bosamiz va bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan sana va soatni belgilaymiz. Misol uchun 15-sana bugun kechqurungi 22:00 ni mana men belgilayapman va do'stlar shunchaki ortga qaytamiz va pastdan yuklashga bosamiz. Mana do'stlar, qanday qilib YouTube ga professional tarzda video joylashni ham o'rganib oldingiz. Agarda siz Amerikan YouTube orqali real daromad qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, noldan telefon orqali YouTube kanal ochib boshlab 60 kun, 90 kun ichida daromadga chiqishni xohlasangiz, bizning Amerikan YouTube bo'yicha kursimizga qo'shiling. Kursimiz haqidagi batafsil ma'lumotni ushbu Telegram manzil orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki kurs so'zini menga yozib yuboring, men sizga batafsil ma'lumotni yuboraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha